Amerika musulmonlari to'g'risida. Yer ko'lami jihatda dunyoda 4-o'rinda turadigan Amerika tipik ko'chmanlar davlati hisoblanadi. Uning millat qurilmasi dunyoda kamdan kam ko'riladigan xoslikqa ega bo'lib, Yevropa, Osiyo, Afrika va O'rta Janubiy Amerikadagi har qaysi davlat va rayonlardan kelgan ko'chmanlarning keyingi avlodlaridan shakllangan. Hozir Amerikaning nufusi 300 millionga yetdi. Oqtanliklar umumiy aholining 80%ni egallaydi. Qora tanliklar 12%ni egallaydi. Amerikada yana ispan tilida so'zlaydiganlarning soni nihoyat ko'p bo'lib, ularning ko'pinchisi Meksikalik. Buningdan boshqa yana 5 million atrofida Yahudi, 4 million atrofida Arab bor. Amerikaning asli aholisi bo'lgan indiyalarning nufusi 1,5 million atrofida. 1980-yillardan keyin Jungoliq, Filippinlik, Kubalik, Hindistonlik, Bengallik, Koreyalik va Vyetnamliklarning soni ko'rinarli ko'paygan. Amerika bugungi dunyoda ta'siri eng chong davlat hisoblanadi. Bu xil ta'sirni harbiy ishlar, iqtisodiy kuch, siyosiy tadbir, fan texnika natijalari va moda madaniyat to'lqini qatorliq omillarni nazarda tutib qarasak aniq his qila olamiz. Ta'siri yer shari miqyosini qoplagan mo'shundoq bir cho'ng davlatning ahvolini bilish va tushunish o'zini gullantirish istikidagi al va xalqlarga o'rtaq hissiyot deb qarashga bo'ladi. Men bir Amerika mastonasi bo'lmasammi, ammo Amerikaning tarixi, jug'rafiyasi, madaniyati va davlat ahvoliga oid bilimlarni o'rganish havaskori. Mening Amerika haqidagi dastlabki tushuncham 1986-yili Xinjiang xalq nashriyati nashr qilgan Amerika degan kitob asosida shakllangan deb ayta olaman. Weytian tarafidan yozilib ona tilimizga tarjima qilingan bu kitob shu chog'da menga o'xshash nurg'un yoshning Amerika haqidagi umumiy bilimining asosini solgan edi. 200 betlik bu kitobning mazmuni xeyli mo'l, ketiladigan bilim doirasi xeyli keng edi. Kitobda savat xarakterlik bilimlardan tashqari meni o'yga solgan qarashlarmi bor edi. Masalan, kitob avtori Weytian apandi 51 betda Amerikaliklarni maqtab, mana shundoq jafoliq musofalarning tavlishi Amerika xalqida olg'a intiladigan, dodillik bilan yangilik yaratadigan, astoydillik bilan amaliyotga yuzlanadigan, önümge diqqat qiladigan bir qator yaxshi fazilat va xarakterni shakllantirdi deb yozgan edi. Avtor o'zining bu qarashlarini texmi kuchaytirish uchun Stalinning Amerikaliklarning ruhini maqtab, u bir xil to'sivog'li bo'lmaydigan kuch, u hech qanday to'salg'uni bilmaydi, balkim e'tirofni qilmaydi. Ular o'zining haqiqatni amaliyotdan izlaydigan chidamliq ruhi bilan barliq putli qashanglarni rad qiladi. Ular o'zi boshlab qo'ygan ishni cho'qim oxiriga yetkazadi. Mayli u kichikgina bir ish bo'lsa-mu shundoq degan so'zini naql keltirgan. Weytian apandi bilan Stalinning Amerikaliklar to'g'risidagi ta'rifi mening bolalik chog'larimda Amerikaliklar to'g'riliq gazet radiolardan shakllantirgan siyosiy tusdagi tushunchalarimga ozroqmi mos kelmaydi. Mening bolalik qalbimda Amerikaning obrazi qog'oz yo'lbos siyoqida edi. Ro'shanki davr o'zgargan edi. Shuningga beqib qarashmi o'zgargan edi. Men yoshlik mezgilimdan boshlab Amerikaga o'rganish, tushunish mavqesida turib muomala qilib keldim. Amerikaning tarixiga, jug'rafiyasiga, adabiyotiga, siyosiy tuzumiga, ma'arif andazasiga, mashhur shaxslariga, ijtimoiy ideologiyasiga munosabatli kitoblarni uzildirmay o'qib keldim. Shuningga yarasha muayyan bilim va tushuncha shakllantirdim. 2001-yili yuz bergan 11-sentabr voqeasidan keyin Amerika Islomiyat dunyosi bilan ro'shan holda qarshilashish holatini paydo qildi. Bu xalqaro munosabat va iqlim masalalari sohasidagi eng qiziq nuqtalarning biri bo'lib keldi. Bu to'g'riliq turli kitoblar yozildi. Turli maqola asarlar o'ttiriga chiqdi. Mening ismim Xon deganda kino, televiziya filmlari ishlandi.
Bu jarayonda bir qism so'rovlarda Amerikadagi musulmonlarning ahvoli to'g'risida turli savod va tushunchalar so'zlandi. Men Amerikaning umumiy ahvoliga munosabatlik bilimlarga herisman bir qalamkash bo'lg'achqa, Amerika musulmonlari to'g'risida biladiganlarimni bir maqola qilib yozib qo'yg'im keldi. Bu maqola ana shu turtkining ilhomi bilan yozildi. Undaqda Amerika musulmonlari qandoq shakllangan? Xuddi Yildiz nomli ko'p qismliq televiziya teatrida tasvirlanganga o'xshash 18-19 asrdagi qora tanlik qullarni elib setish harakati davomida xristian diniga e'tiqod qiladigan yevropalik oq tanliklar zo'r turkumdagi qora tanliklarni G'arbiy Afrikadan bo'lib Shimoliy Amerika quruqligiga opirib qul o'rnida sotgan. Bularning ichidagi islom diniga e'tiqod qiladigan qora tanlik musulmonlar qulluq o'rni va kuchli shaxsiy beqindaligi munosabati sababidan bu yangi quruqliqda o'z e'tiqodini saqlayolmagan. Mundaqcha aytganda qulluq tuzumining nobud qilishi natijasida ular nihoyat tezla musulmonlik salohiyatini yo'qotgan. Amerikadagi musulmonlar jamoatining haqiqiy paydo bo'lgan vaqti 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Shu chaqda arab davlatlaridan bir qism musulmonlar Amerikaga ko'chib berib o'ltiraqlashgan. Amerika sanoat inqilobining borliq kelishi va gullanishi, shundaqla Amerika iqtisodining jo'sh urib rivojlanishiga ergashib, nurg'un musulmonlar O'rta Sharq, Shimoliy Afrika, Janubiy Osiyo va Sharqiy Yevropadan tirikchilik yo'llarini izlab o'qishni orzu qilib xizmat tepish uchun Amerikaga ko'chib borgan. Ular bara-bara bir cho'ng ijtimoiy to'p bo'lib shakllangan. Garchi Amerikada xristian dinining protestant mazhabiga, Yahudi diniga, Budda diniga, Bahiya diniga, Hind diniga e'tiqod qiladigan kishilar bo'lsa-mu, lekin turli qarashlar sababidan ayni chaqda musulmonlarning Amerika jamiyatidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'rni nihoyat to'van edi. Masalan, 1893-yili tunji navbatlik dunyo din yig'ini Amerikada ochilganda, yig'inga Amerikadan faqat birla musulmon qatnashgan. Kishilik huquq tashkilotlari, xalq huquq tashkilotlari, nigerlar huquqi rahbarlarining bo'shashmay kurash qilishi natijasida 1970-yillarga kelganda kishilarning irqiy, diniy, jinsiy farq tufayli kamsitilishi qonun tarafidan cheklanadigan ijtimoiy kayfiyat umumlashgan. Yaqinqi yillarda islom dini Amerikadagi taraqqiyoti eng tez din bo'lib qolgan. 2500 dan ortiq diniy jamiyat ichida islom diniga munosabatlik jamiyatdan necha yuzi bor. Hozir Amerikada cho'ng kichik bo'lib 3000 dak masjid bor. Bu masjidlar faqat ibodat qiladigan joy bo'lib qolmasdan, musulmonlarning turmushiga yetakchilik qiladigan va ta'sir ko'rsatadigan joy hisoblanadi. Musulmonlarning tirishchanligi bilan Amerikada yana 2 islom instituti qurilgan. Musulmonlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda kundalik tuzumdagi o'ttira boshlang'ich maktablar qurilgan. Musulmonlar shalongroq o'ltiraqlashgan rayonlarda ozli maktablar qurilgan. Amerikada yana musulmonlarning turli kasbiy va ommaviy tashkilotlari qurilgan. 1980-yillarga kelganda islom dini Yahudi dinining o'rnini egallab bir sakrabla Amerikadagi ikkinchi cho'ng dinga aylangan. 1993-yili Chicagoda yangi bir navbatlik dunyo din yig'ini ochilganda, yig'indagi 24 nafar rais o'rnidan ikkisida amerikalik musulmon o'ltirgan. Bu qitimqi yig'inda islom dinini xristian dini va Yahudi dini bilan bir qatorda Amerikadagi 3 cho'ng dinning biri deb atash ma'qullangan. Amerika nopos tekshirish qonunining cheklimasi sababidan fuqarolarning diniy orqa ko'rinishini tekshirmaganlikdan Amerikada zoda qanchalik musulmon borligi izchil talash tortish qo'zg'ab keldi. Ba'zilar 12 million desa, ba'zilar 7 million deb mo'lcharladi. 2006-yili Amerika musulmonlar jamiyati 2 milliondan 3 milliongacha deb mo'lcharladi.
Bu jamiyat yana Amerikadagi musulmonlarning 42% qora tanlik, 24% Janubiy Osiyolik, 12% arab davlatlaridan kelgan ko'chmanlar deb mo'ljallangan. Amerikadagi musulmonlarning noposi haqidagi eng omumlashgan mo'ljar 7 milliondan ortiq deb qarashdan iborat. Amerikadagi xristian dinidagilar bilan Yahudi dinidagilarning islom diniga bo'lgan o'chmanligi ham musulmonlarni chetga qeqishi ilgari nihoyat kuchli bo'lgan. Masalan, 1965-yili 5-oyda Amerika ig'ir darajaliklar boks podshohligini talashish musobaqasida Listonni yiqitib yengib, boks sohasini zilzilaga selivatgan 23 yoshli neger bokschi Clay o'zining e'tiqodini o'zgartib, islom diniga kirganligini oshkora jakarlagan. Amerikadagi qora tanlik musulmonlarning dohisi Ilya Muhammad uningga Muhammad Ali deb yangi ism qo'ygan. Bu ish tufayli zo'r qalaymaqonchilik kelib chiqqan. Kishilar Muhammad Aliga qattiq g'azablangan. Uning Amerikadan ketishini talab qilgan. Axborot vositalari Muhammad Aliga zaharxandalik bilan uzuksiz hujum qilgan. Hatto boks munbariga Qora qo'llar partiyasi hukmronlik qilishga bo'ladi-ki, qora tanlik islom muritining qo'liga o'tib ketishiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi degandek radikal qarashlarni o'ttiriga chiqqan. Amerikaning tantarbiya sohasi va boks musobaqasini tashkillaguvchilar Muhammad Alini bir necha yil nazardan chetda qoldirgan. Muhammad Ali qattiq besim his qilgan. Amerika jamiyatida 1950-yillardan boshlab shakllangan irqchilikqa, diniy kamsitishga qarshi kurash 1960-yillarda yuqori chekka chiqqan. Negerlar huquqi harakatining dohillari Dobby Un bilan Martin Luther King va qora tanlik musulmonlarning rahbarlari Ilya Muhammad bilan Malcolm X qatorliqlar bu kurashga yetakchilik qilib dong chiqargan. Ilya Muhammad 1897-yili 10-oyning 7-kuni Georgia shtatining Sanderville degan yerida qora tanlik oilasida dunyoga kelgan. Ota-onasi uningga Ilya Poli deb ism qo'ygan. Ularning oilasi nomrod bo'lib 12 farzandi bor edi. Ilya 3-sinfni putkizmayli maktabdan chekinishga majbur bo'lgan. Ilya balog'atga yetganda, ya'ni 1920-yili Clara Ivan bilan to'y qilgan. 1923-yili 4-oyda Ilya Poli oilasidagilar bilan birga Michigan shtatining Detroit shahriga ko'chib kelgan. Bu chaqda qora tanliklar janubdan ayrilib iqtisodiy va ijtimoiy sharoiti yaxshi joylarga ko'chib boradi. 1929-yili paycheka bozori krizisga uchrab, 1930-yillardagi iqtisodning chekinishini keltirib chiqargan. Mushundaq ig'ir sharoitda Amerikadagi irqiy masala davomli nacharlashgan. Qora tanliklarga qarshi to'polonlar va boshqa shakldagi terrorlik harakatlari uzuksiz yuz berib turgan. Lekin 1,5 million nopusga ega Detroit shahrining ijtimoiy ahvolida kutmagan o'zgarish bo'lishga boshlagan. Bu shaharda 250 ming qora tanlik bor edi. 1930-yili 6-oyning 4-kuni oqtanliklardan bo'lgan Vallatsi Farid Muhammad degan bir jo'shqin odam bu shaharda paydo bo'lgan. U islom davlati tashkilotini qurib, qora tanliklarning nijotkori deb tonilgan. Bu odam qora tanliklarga ajdodlarining dini bo'lgan islom diniga qaytish to'g'risida da'vat qilgan. U islom dini irq millat barobarligini ta'kidlaydi. Mu'minlar Allohning nazarida tog'oqning tishidek barobar. Kishilar terisining rangiga asosan emas, fazilatiga asosan farqli muomaladan bahramand bo'ladi degandek ta'limotlarni so'zlagan. Bu ta'limotlar asrlardan beri irqiy kamsitishning dardini yetkichi tatgan qora tanliklarning ko'ngliga bak yoqqan. Bu kishining da'vati Detroit shahriga keng taralgan. Ilya Polining ayoli bu xabarni o'qib, bu ta'limotlarni o'z quloqi bilan anglab boqmoqchi bo'lib, targ'ibot so'riniga berishni niyat qilgan.
uning eri Iliya Polimo billa bormoqchi bo'lgan. Iliya Poli Farid Muhammadning leksiyasini anglab bakmo ta'sirlangan va darhol islomni qabul qilgan. Ismini Iliya Muhammadga o'zgartgan. Orqadan u ayoli va 8 bolasini islom dinini qabul qilishga da'vat qilgan. Iliya Muhammad uzoq o'tmay Farid Muhammad qurgan islom davlati tashkilotining asosli odami bo'lib qolgan. Keyingi 3-4 yil jarayonida u ustozidan uzuksiz dars olgan. Natijada oliy imom bo'lgan. 1934-yili Islomga da'vat nomli gazetni nashr qilgan. Faoliyatchan, tashkillash iqtidori yuqori, nutqi kuchli, diniy qizg'inligi ustun Iliya Muhammad Michigan shtatining ma'arifi musulmon farzandlarni tarbiyalashga mos kelmaydi deb qarab, musulmon farzandlar uchun maktab selishga kuch chiqarib, o'z oldiga maktablarni ta'sis qilgan. Michigan shtatlik ma'arif ministerligi musulmonlarning o'z oldiga ma'arifi bo'lish huquqi yo'q deb hisoblab, musulmon o'qituvchilarni va masjid xodimlarini qo'lga olgan. Iliya Muhammad turmaga kirishga rozimanki, irodamdan qaytmayman deb ching turib olgan. Shu sababdan u zo'r besimga va oqtallik irqchilarning ziyonkashligiga uchragan. 1934-yili 9-oyda u oilasidagilarni elib Chikagoga ko'chib ketgan. Bu chaqda uning ustozi Farid Muhammad uni Washington shahriga berib davlatlik kutubxonadagi islom dini va madaniyatiga oid kitoblarni tadqiq qilishni tavsiya qilgan. Shu yilning oxiri Farid Muhammad izdiraksiz g'oyib bo'lib ketgan. Iliya Muhammad ustozining orzusi bo'yicha Washington shahriga berib, bir necha yil o'rganish, tadqiq qilish va masjid silish ishlari bilan shug'ullangan. Bu jarayonda u yetilgan bir diniy ustozga aylangan. Qora tilliklar ichidagi ta'sirimi, jalb qilish kuchimi oshgan. 1942-yili 5-oyning 8-kuni u qo'lga ilingan. Iliya Muhammadning qo'lga ilinishidagi sabab uning 2-dunyo urushiga qatnashishga qarshi turganligi bilan munosabatlik edi. U o'zining qora tilliklarga xat nomli asrida bu ahvolni tushuntirib mundoq degan. 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan erlarning urushga qatnashishi talab qilinganda men rad qildim. Chunki birinchidan men musulmon, men undoq razil urushga qatnashmayman. Ikkinchidan men 45 yoshga kirgan. Qonun bo'yicha urushga qatnashish majburiyatim yo'q. Shu chaqda Iliya Muhammadning chaqiriqiga ovoz qo'shib, uningga agashganlarning hammasi qo'lga ilingan. Ikkinchi dunyo urushi oyoqlashgandan keyin ondan qo'yib berilgan. Iliya Muhammad turmadan qo'yib etilgandan keyin Chikagoga qaytib kelgan. Bu chaqda u yetakchilik qilayotgan islom davlati tashkilotining ta'siri zo'rayib, a'zolari bir hassi ko'paygan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika negerlari turmushidagi eng dramatik xarakterlik o'zgarish ularning uzuksiz turda shaharlarga ko'chishi bo'lgan. Statistikaga asoslanganda 1950-yili Amerikadagi negerlarning soni 15 million bo'lib, ularning 52% shaharlarda o'ltiraqlashgan. Halbuki shaharlardagi oqtalliklarning soni ozroqla oshgan. Ba'zi shaharlarda hatto kemiyish hodisasi ko'rilgan. Shaharlardagi negerlar va oqtalliklarning sonining mushundoq eshishi va kemiyishi natijasida Amerikadagi ba'zi cho'ng shaharlar, masalan Atlanta, Detroit, Yangi Orlean va Bardom qatorliq cho'ng shaharlarda negerlar oqtalliklardan ko'p bo'lishdek vaziyat shakllangan. Amerika shahar aholisi qurilmasidagi bundoq zo'r o'zgarish muqarrar holda negerlarga ko'p tarafdan zo'r ta'sir ko'rsatgan. Birinchi, nurg'un negerlar xizmat topolmagan. Ikkinchi, o'ltiroq uy sharoiti nachar bo'lgan. Uchinchi, neger aholilarining ahvoli kun sayin nacharlashib, har vaqt parchalanish xavfiga duch kelgan. To'rtinchi, negerlarning diniy tashkilotlari ta'sirga uchragan. Beshinchi, negerlarning mahalla iqtisodi taraqqiy qilgan.
Amerika shaharlarida negerlar nüfusining ko'payishiga ergishib ko'rilgan ijtimoiy masalalar İlya Muhammadning agash kuchillarini bag'an sira ko'paytgan. Mo'sha mezgilda uning islom davlati tashkilotiga yangidan a'zo bo'lganlarning ichida yangidan musulmon bo'lgan ziyrak ham jangovar yigit Malcolm X va uning xotin bolalari bor edi. 1950 yilining o'ttirlariga kelganda İlya Muhammad nutq qobiliyati yuqori zehni o'tkir Malcolm X'ni bayonotchilikqa tayinlagan. Shuning bilan birga islomga da'vat gazetida Malcolm X uchun maxsus iston ajratgan. Bu chaqda İlya Muhammad yetakchilik qilayotgan tashkilotga yana bir talantli yosh a'zo bo'lgan. Bu keyingi kunlarda İlya Muhammadning o'rniga varislik qilgan Louis Farrakhan edi. İlya Muhammad yetakchiligidagi islom davlati tashkilotining ta'siri zo'rayib, a'zolari ko'paygan siri asabiy xristian muridlari, bo'libmi Yahudi dini muridlari ularga uzuksiz ziyonkashlik qilgan. Joy-joylarda a'zolar va masjidlar hujumga uchragan. Oqtalliklar boshqurishidagi taratqular islomga qarshi tashviqotlarning salmiqini zo'r darajada ko'paytgan. 1960-yillarning beshida Termila jurnali İlya Muhammadni Amerikadagi ta'siri eng zo'r shaxs deb jakarlagan. Dunyodagi erkin imperiya deb sifatlanadigan Amerikada tug'ilib o'sgan İlya Muhammad, Amerikadan iborat irqchilik masalasi ig'ir davlatda qora tanliklarni bexatarlik kapolatiga va kamsitishga uchrashdan xoli bo'lishga ega qiladigan birdan bir yo'l ayrim islom davlati qurish deb jakarlagan. Uning qurmoqchi bo'lgan islom davlatida faqat qora tanlik musulmonlarga o'rin bor edi. Bu qarashini u Washington shahridagi bir qitimliq katta yig'ilishda so'zlagan tarixiy ahamiyatga ega nutqida o'ttiriga qo'ygan. Uning Amerika tuprog'ida ayrim islom davlati qurish tashabbusi zo'r g'avg'o qo'zg'agan. New York shaharlik televiziya stansiyasi darhol o'chmanlik keltirib chiqargan O'chmanlik nomli hujjatli film ishlab, İlya Muhammadga ham u yetakchilik qilayotgan islom davlati tashkilotiga hujum qilgan. Amerika Davlat Majlisidagi bir qism a'zolari uni ayblashga boshlagan. Louis Farrakhan qatorliqlar İlya Muhammadga qaratilgan obzor va maqolalarga qarshi raddiya maqolalarini yozib uni qo'g'dagan. İlya Muhammadning yuqorqi tashabbusi uning tashkiloti ichidami bo'linish kelib chiqishga sabab bo'lgan. Malcolm X uning qarashiga qo'shilmaydigan kishilarning boshlamchisi bo'lib qolgan. 1964-yilga kelganda Malcolm X islom davlati tashkilotidan ayrilishni qaror qilgan hamda o'z oldiga diniy ham siyosiy tashkilot qurgan. Malcolm X'ning asli ismi Malcolm Letter bo'lib, 1925-yili Omahada tug'ilgan. Dadasi Buster edi. Uning dadasi yana qora tanliklarning ahvolini yaxshilashni maqsad qiladigan bir tashkilotning tashkillovchisi edi. Malcolm 6 yoshga kirgan yili maxsus qora tanliklarga ziyonkashlik qilish bilan nomi chiqqan 3G partiyasi a'zolari tarafidan echinishli holda o'ldirilgan. Malcolm dadasidan ayrilgan yili Amerikani iqtisodiy bo'hron qoplagan. Malcolmning oilasi to'limi ig'ir kunlarni boshdan kechirgan. Uzoq o'tmay uning onasi mingisidan adishib qolgan. Shuning bilan Malcolm och singillari bilan yo'lanchiksiz qolgan. Malcolm 8-yillikda o'qiyotgan chog'da turmushida o'zgarish bo'lgan. Uning oti bir ona boshqa ochisi Ayla uni Bostonga berib birga yashashga taklif qilgan. O'smir Malcolm bu cho'ng shaharning turmush ritmiga bakli maftun bo'lgan, ham shu yerdagi klublarda qarshilanadigan sargardon odamga aylangan. U bir mezgil Bostondan New Yorkga boradigan poyezdda oshpaz yordamchisi bo'lgan. 1946-yili Malcolm pulangchilik qilib qo'lga ilinib turmaga qamalgan. Bu uning hayotini tubdan o'zgartirib o'tgan voqea bo'lgan. Turma hayoti uning vaqt va ilhom ato qilib uning turmush yo'lini butunlay o'zgartirib o'tgan. Malcolmning och singil aka inillari allaburun islom davlati tashkilotiga a'zo bo'lgan edi. Ular Malcolmni ochiq yorug'lik bilan o'zini islom diniga atashga da'vat qilgan. Diniy jihatda uyg'ongan Malcolm musulmonlarning lideri İlya Muhammadga o'zining ixlosmand islom muridi bo'ladiganligini bildirib bir parcha xat yozgan.
Malcolm turmada dunyo tarixi, din va falsafa to'g'risidagi kitoblarni berilib o'qigan. 1952-yili u kepillikka qo'yib berilgan va Detroitdagi Islom davlati tashkilotida praktikant a'zo bo'lgan. Malcolm kunduzi uy jihozlarini tonishtirib setish xizmatini qilish bilan birga qora tanlik musulmonlar harakatiga borgan sira kirishib ketgan. U tunji qitim naq maydonda turib anglagan Iliya Muhammadning nutqi uning hayotiga muhim ta'sir ko'rsatgan. Uzoq o'tmay Malcolm o'zining ismining kayniga X degan ismni qo'llanib Malcolm X deb atagan. Liderlik qobiliyatiga ega Malcolm X bu tashkilotga qatnashgandan keyin Islom davlati tashkiloti bir aktiv harakat qo'zg'ab, yosh qora tanliklarni a'zo bo'lishga jalb qilish, passiblik bilan bir o'zgarishni kutib turmaslik to'g'riliq taklif bergan. Malcolm X 1953-yili Detroit shahridagi birinchi masjidning yordamchi imomi bo'lgan. 1954-yili u New York shaharlik masjidning imomi bo'lgan. Shunda qilib Malcolm X ko'chadagi bir sargardon yoshdan musulmonlarning imomiga aylangan. 1958-yili 1-oyda u kutish kasbida o'qiydigan Betty ismli bir qiz bilan to'y qilgan. 1964-yili Malcolm X dunyo musulmonlarining muqaddas shahri Makkaga haj farzini ado qilg'ili borgan. Turlik irqdagi minglagan, 10 minglagan ixlosmand musulmonlarning bir niyat, bir maqsadda bir yerga yig'ilganligidek haybatlik ko'rinish ularning ideyasini yanama ilgirlagan holda o'zgartgan. Şuna Malcolm X'ning ideyasi 1964-yili 3-oyda Neger musulmonlar tashkiloti Islom davlatidan ayrilishini chegara qilib ikki bosqichga bo'linadi. Uning dastlabki bosqichdagi ideyasi radikal, irqchilik tusi intayin qo'yiq Neger millatchilik ideyasi edi. Bu chog'da u Amerikani e'tirof qilmaydi. O'zini Amerikalik deb qaramaydi. 1963-yili 5-oyda uning ma'lum bir oliy maktabda so'zlagan nutqining mavzusi "Men Amerikalik emas, men Amerikizm tarafidan ziyonlanguchi" edi. U oqtanliklarga ham xristian diniga o'chmanlik bilan qaraydi. Keyin uning ideyasida zo'r burilish bo'lgan. Malcolm X 1964-yili 5-oyda Makkaga berib haj qilib kelgandan keyin oshgan axborot e'lon qilish yig'inida aniq qilib, o'zining oqtanliklarni olvasti deb qaramaydiganligini aytgan. Uzoq o'tmay har qanday zo'ravonlik vositasini qo'llanishni yoqlamaydiganligini e'lon qilgan. U butun vujudi bilan Amerikadagi qora tanliklar uchun barobarlik va hurmatni qo'lga keltirish ishlariga kirishib ketgan. U samimiy oqtanliklarning radikal oqtanliklarni o'zgartishini kuchab targ'ib qilgan. Qora tanliklarning saylam bilet tashlashga qatnashishining muhimligini muayyanlashtirgan. Bu jarayonda u keyingi kunlarda Yiltiz nomli romani bilan dong chiqargan mashhur neger yozuvchi Alex Haley bilan suhbatlashib va hamkorlashib o'zining tarjima holini yozib nashr qildirgan. U shu yili Islom davlati tashkilotidan ayrilib, o'zi afrikalik avlodidan bo'lgan amerikaliklarning birlik tashkilotini qurgan. 1960-yillardagi qora tanliklarning milliy huquq harakati Malcolm X'ni butkul amerikaliklar ko'z tikadigan shaxsga aylantirgan. Chunki u doim oshkora holda irqiy ayirmachilikni yo'qotish maydonida turib so'zlaydi. Uning bu qarashi Iliya Muhammadning qora tanlik musulmonlar uchun qurmoqchi bo'lgan islom davlati tashabbusidan farqlanadi. Malcolm X'ning kuchli notiqlik talanti va ideya jihatda tig'ma-tig' kurash qilish pozitsiyasi uni qarshilangan notiqqa aylantirgan edi. U bu mezgilda nurg'un universitetlarda nutq so'zlagan. U nutqdan keyingi o'tkir hujum tusini olgan bas munoziraga alohida amroq edi. Malcolm X Kennedy'ning o'limiga bo'lgan pozitsiyada g'alatiroq bir gapni qilganligi uchun Islom davlati tashkiloti uning nutq so'zlash salohiyatini 90 kun ep tashlagan. Bu mezgilda Malcolm X Amerika ig'ir darajaliklar boks podshohi Clay bilan birga dam olishga ketgan. Uzoq o'tmay Clay islom diniga kirganligini jakarlagan
ham o'ziga Muhammad Ali deb yangi ism qo'llangan. Malcolm X'ning Amerika xalqining qalbida qahramon hisoblanadigan Klayni islom diniga kirgizganlik tuhfasi uning zo'r shon-sharaf ato qilgan. Garchi islom davlati tashkiloti Malcolm X'ni qo'g'lab etishni planlayotgan bo'lsa-mu, u allaburun keng qora tanliklarning ishonchi va qo'llashiga erishib bo'lgan edi. O'zining navbatdagi ahvolini cho'nqur tahlil qilgan Malcolm X o'z oldiga bir tashkilot qurib, qandoq dinga e'tiqod qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, negerlar uchun iqtisodiy va siyosiy huquqni qo'lga keltirmoqchi bo'lgan. Ta'sirining zo'rayishi, obro'-inovatining eshishi, chaqiriq kuchining kuchayib berishi Malcolm X'ni oshkora va yo'shirin dushmanliklarning obyektiga aylantirib qo'ygan. 1965-yili 2-oyning 13-kuni Malcolm X'ning uyi ko'ydirgich bombining hujumiga uchragan. Lekin u va oilasidagilar yaralanmagan. Oradan bir hafta o'tib yakshanba kuni tushda u bir san'at saroyida o'zi yangi qurgan amerikalik qora tanliklarni ittifoqlashtirish tashkilotiga vakolatan so'z qilayotganda qasdlashga uchrab qazo qilgan. Uning o'limiga Amerikadagi qora tanliklar qurgan jamiyatning liderlari cho'nqur qayg'urgan ham Malcolm X'ni madhiylaydigan nutqlarni so'zlagan. Bularning ichida mashhur ijtimoiy faoliyatchi Martin Luther King bor edi. Malcolm X'ning hayoti va o'limining Amerika diniy va siyosiy sohasining ilgarilishiga ko'rsatgan ahamiyati kishilar tarafidan hozirgacha tadqiq va mulohiza qilinib kelmoqda. Uning ta'siri 1992-yili ishlangan Malcolm X degan kinoning qo'yilishi bilan kishilarning e'ngida yana bir qitim namoyon bo'lgan. Ya'ni bu film Uyg'urchaga qora to'lqin deb tarjima qilingan. Malcolm X qasdga uchraganda 40 yoshga to'lgan edi. Uning o'limi islom davlati tashkilotiga zo'r ziyon etgan. Chunki Malcolm X qasdga uchragandan keyin New York masjidi portlatib etilgan. Bu bir qator terrorlik voqealari musulmonlarning ruhini tushirib atgan. Bu voqealarni paydo qilguvchi qora qo'l zodi kimlarning, ularning nishoni va maqsadi nima? Bu savollar javobsiz va aniqsiz holatda qolgan. Shundaqdimi Amerika tuprog'ida musulmonlarning bir ijtimoiy va siyosiy kuch sifatida shakllanishini ko'rishni xohlamaydigan guruhlarning parda orqasida turib planlashi bilan bog'lab tushunish aqlga va amaliyotga eng muvofiq deb qarash umumlashgan. Tadqiqotchi Wang En-ming aytgandek, Malcolm X Amerika negerlar tarixidagi eng murakkab, kishini eng gangratadigan dahilarning biri. U Xristian Basterining o'g'lidan neger musulmonlarning imomiga o'zgargan. Ko'chada o'g'rilik qiladigan, zahar sotadigan yoshdan negerlar xalq huquqi harakatining dahisiga aylangan. Tadqiqotchilar Malcolm X'ga mundoq baho bergan. Birinchi, Malcolm X irqchilikqa qarshi kurash bilan to'lgan qisqagina hayotida u neger dahillari ichidagi oqdallik irqchilik tarafdorlarini eng ochiq, eng o'tkir, eng cho'nqur, eng rahimsiz shikoyat qilgan, ayblagan, fosh qilgan va tanqid qilgan odam. Ikkinchi, Malcolm X'ning negerlar xalq huquqi harakatiga qo'shgan asosliq tuhfasi uning irqchilik kuchlari bilan kurash qilish davomida namoyon qilgan qaysar irodasi va tavranmas ishonchisidagi ma'naviy havasida ko'riladi. Uchinchi, tubdan aytganda Malcolm X negerlarning erkinligi va ozodligi uchun kurash qilgan botur azamat. To'rtinchi, mohiyatdan aytganda Malcolm X qaysar, tiz bukmas, kamkotsiz neger milliyatchisidir. İslam Davlati Tashkilotining dahisi Iliya Muhammad vaziyatni yangi boshdan tahlil qilib, Louis Farrakhanni New Yorkga berib masjidni qo'lga elish va qayta qurish ishini boshlashni topshirgan. 1965-yili Iliya Muhammad Louis Farrakhanni Islom Davlati Tashkilotining to'liq huquqli vakilligiga tayinlagan. Iliya Muhammad tashkilotining faoliyatini kengaytirish, ta'sirini oshirish uchun a'zo taraqqiy qildirish ishini Amerikadan halqitib,
Gana, Meksika, Karib dengizi boylari va O'rta Amerika qatorliq joylarga yetkazgan. Amerikada bo'lsa 60 dan ortiq shaharda tarmoqini qurgan. Afrikadagi bir qism davlatlarga berib iona to'plagan. İliya Muhammed her yili 2 ayning 26 kuni ustozi Farid Muhammadning tug'ilgan kunini xotirlash munosabati bilan joy-joylardan nurg'un a'zolarni Chicagoga yig'ib keyingi yillik planlarini o'ttirg'a qo'ygan. Kishilarning ruhiyatining yengilinishiga agishib dehqonchilik maydoni, boqmachilik, ko'ktatchilik, uy ijara berish, turalg'i selish, mulk setib olish, yemeklik pishiqlab ishlash, restoranchilik, tikimchilik, zavod qurish, bank ishlari, import-eksport ishlari, qatnash, sog'lomlik ishlari qatorliq soha va kasblar bilan shug'ullanish umumlashgan. Shunday qilib islom davlati tashkilotining iqtisodiy kuchi zo'raygan, faoliyat iqtidori oshgan, jalb qilish kuchimi kuchaygan. İliya Muhammed 1972 yili Chicago'da katta masjid va madrasa salgan. İliya Muhammed bilan Louis Farrakhanning agash kuchillari va qo'llag'uvchilari kun sayin ko'paygan. Bo'libmi qora tanliklar islom diniga zo'r qiziqlik bilan kirgan. Tadqiqotchilar qora tanliklar nima uchun islom diniga shuncha qiziqlik bilan e'tiqod qiladigan bo'lib oldi degan masalani mulohiza qilib mundoq yakun chiqargan. Birinchi, islom dini irq millat barobarligini ta'kidlaydi. Mu'minlar Allohning nazarida tog'oqning tishidek barobar deganni tashabbus qiladi. Bu qarashlar Amerikadagi qora tanliklarning ko'ngliga bak yoqadi. İkinci, din ve Afrika meselesini tadqiq qiladigan professor Lawrence Mamyaning tushuntirishicha, hozirgi zamon jamiyatida islom dini qora tanlik erlarni alohida jalb qiladi ekan. U mundoq degan: islom dini ularni barobarlik tuyg'usiga ega qildi. Islom dini yana erlarning martabasini ta'kidlab, ularni yetakchi o'ringa chiqardi. İslam dini erlarning martabasini haqiqatan kuchab ta'kidlaydi. U yana mundoq degan: ayollarning islom diniga e'tiqod qilishidagi sabab, islom dinida oilaning muqim bo'lishi ma'lum darajada ta'kidlanadi. Bu ayollarning ko'ngliga bak yoqadi. 1960 va 1970 yillarda Amerika shaharlaridagi qora tanliklar mahallalarida islom diniga oid narsalar bag'ansira ko'paygan. 1975 yili İliya Muhammed 78 yoshida qazo qilgan. Uning o'limi qora tanlik musulmonlarni cheksiz qayg'uga cho'mdirgan. İliya Muhammed qazo qilgandan keyin bir necha yil o'tib 1978 yilga kelganda Louis Farrakhan islom davlati tashkilotiga rais bo'lgan. Shuningdan e'tiboran u Amerika jamiyatidagi ta'siri kuchli tangliq shaxs bo'lib qolgan. U kuchli notiqlik qobiliyati va mo'l rahbarlik tajribasiga asosan qora tanliklar o'ltiraqlashgan rayon yoki mahallalardagi islom davlatining ta'sir kuchini oshirgan. U yana qora tanliklarning mustaqil bo'lishini, o'ziga tayinishini targ'ib qilgan. U yana qora tanliklarni eksploatatsiya qilgan oq tanliklar, Yahudiylar va ba'zi Osiyoliklar to'g'risida qutratquliq tusini olgan maqolalarni yozib e'lon qilgan. Louis Farrakhan asli New York shtatining Bronx rayonidagi bir qora tanlik oilasida 1933 yili tug'ilgan bo'lib, Boston shahrida cho'ng bo'lgan. O'rta maktabda o'qiyotgan mezgilida u a'lochi o'quvchi, yaxshi tanarkatchi va Episkopalion cherkovining aktiv a'zosi edi. Oliy maktabga kirib 2 yildan keyin u skripkachi va naqshchi bo'lish kasbini tanlagan. 1955 yili 21 yoshga kirganda bir do'stining tavsiyasi bilan İliya Muhammadning nutqini anglag'ili bo'lgan. İliya Muhammed nutqida oq olbastalarni qattiq so'kkan. Uzoq qolmay Allohning insonlarning asli xili bo'lgan afrikaliklar avlodidan bo'lgan amerikaliklarni asliga keltirdiganligi to'g'risida va'da bergan. İliya Muhammed qo'llag'uvchilariga tamaki chekmaslik, aroq ichmaslik, so'qishmaslik,
cho'shqi go'shi yemaslik, diniy faoliyatlarga qarallik holda qatnashish, ta'lim-tarbiya sharoitini yaxshilash, islom harakatiga hassa qo'shishni tavsiya qilgan. Louis Farrakhan Iliya Muhammadning nutqini anglab bu harakatga ovoz qo'shgan. Louis Farrakhanning iqtidori va tuhfasi uzoq o'tmay Iliya Muhammadning diqqatini tortgan. Natijada Louis Farrakhan Boston masjidining imomligiga tayinlangan. 1965-yili Malcolm X qasdga uchrab qazo qilgandan keyin Washingtondagi masjidga imomlikqa belgilangan ham Iliya Muhammadning to'liq huquqli bayonotchisi bo'lgan. Louis Farrakhanga yana Islom davlati tashkilotining asosliq bayrami bo'lgan Nijotkor kuni bayrami yig'ilishida Iliya Muhammadni tonishtirish vazifasi topshirilgan. Farrakhanning ta'siri va obro'yi bara-bara yuqori chekka yetgan. 1975-yili Iliya Muhammad qazo qilganda uning o'rniga o'g'li Wallace Muhammad varislik qilgan. Wallace Muhammad dadasiga qaraganda xeyli tamkin va mo'tadil edi. Wallace Muhammad Islom davlati tashkilotiga bosh lider bo'lgandan keyin Louis Farrakhanni Chicagodagi bosh shtabda birga ishlashga yo'tkagan. Wallace Muhammad bosh lider bo'lgandan keyin islom harakatiga mo'tadil pozitsiya tutishga boshlagan hamda tashkilotidagilarning oqtalliklarga qarshi xohishdagi nutqlarni so'zlashini cheklagan. Texmi ilgirlab oqtalliklarni a'zolikqa qabul qilgan. Louis Farrakhan mo'tadillikni rad qiladigan maydonida ching turgan. Natijada ikkilarning o'rtasida ig'ir ixtilof kelib chiqqan. Ixtilof Wallace Muhammadning 50 yillik tarixga ega Islom davlati tashkilotining nomini Amerika musulmonlarining din tabligh jamiyatiga o'zgartishi bilan kelishtirgili bo'lmaydigan darajaga berib yetgan. Oqtalliklarga qarshi mavqesi intayin kuchli ham oshkora bo'lgan Louis Farrakhan 1978-yili vazifasidan istifa berib Iliya Muhammadning islom harakatiga to'liq varislik qilgan yangi bir islom davlati tashkilotini qurgan. U kiyinish harakat o'lchami jihatlardan tortib aslidagi holatni saqlab qolgan. Qisqasi Louis Farrakhan ustozi Iliya Muhammadning oqtilliklarga qarshi mavqedagi irqiy ilohiyatshunaslik ideyasiga to'liq degidek varislik qilgan. Louis Farrakhan mahir notiq ham talantli tashkilotchi bo'lish sifati bilan Amerika shaharlarida masjidlarni qurib islom harakatini tez kengaytgan. Nashr buyumlari va radio to'lqinlari orqali o'z ovozini afrikaliklar avlodidan bo'lgan amerikaliklarga uzluksiz yetkazib turgan. 1970-yillarning oxirida Eronda islom inqilobi yuz bergandan keyin Iran bilan Amerika o'rtasidagi munosabat dushmanlashish darajasiga berib yetgan. Amerikadagi taratqular islom dini bilan musulmonlarga oid xabar va mulohizalarda hamisha ularni inkor qilish pozitsiyasini ifodalagan. Jamoat fikridagi bir taraflamalik Amerika jamiyatidagi irqiy kamsitishga qo'shilib Amerikadagi musulmonlarga ig'ir besim etgan. Amerikadagi qora tanlik musulmonlarga nisbatan aytganda Amerika jamiyatidagi barobarsizlik bilan adolatsizlik texmi cho'nqur bo'lgan. Dal mushundaq ijtimoiy muhitda Amerikadagi musulmonlarning milliy kimligi bilan diniy kimligini muayyanlashtirish tuyg'usi kuchayib, madaniyat an'analarini saqlab qolishga ham kimlik jihatdagi farqini texmi ro'shanlashtirishga tirishgan. Louis Farrakhan azaldan oqtalliklarni a'zolikqa qabul qilmay tashkilotning sof ham pokligini qattiq ta'kidlash bilan birga agash kuchilaridan Amerikaning siyosiy turmushiga aralashib qolishdan saqlanishini qattiq talab qiladi. Ammo 1984-yili uning prezident nomzodi Jesse Jackson bilan bo'lgan munosabati uni tanqidga duchor qilgan. Bu ish zo'r talash-tortish paydo qilgan. Louis Farrakhan o'z e'tiqodining pokligini qo'g'dashdan Amerikaning siyosiy turmushiga tashabbuskorlik bilan aralashishga o'tganligini ochiq-oshkora so'zlagan
hamda tunji qitim saylamga bilet tashlashga tizimlatgan. U agash kuchularini shundoq qilishga da'vat qilgan. Louis Farrakhan Amerikadagi qora tanlik musulmonlarning oq tanliklarni asos qilgan madaniyat bilan o'zaro aralashish, sing'ishish va surkilish davomida muhim bir siyosiy kuchga aylanadiganligiga ishonadiganligini bildirgan. Amerika jamiyati bilan madaniyatiga kuchli tanqidiy pozitsiya tutish bilan tonilgan Louis Farrakhanning maydonidagi bu ro'shan o'zgarish kishilarni gangratib qo'ygan. Chunki u Amerika hukumatining barliq ichki tashqi siyosatiga qarshi turadi. Amerikadagi boshqa musulmonlar tashkilotlari musulmonlarni Amerika jamiyatining bir a'zosi deb tanib, Amerikaning siyosiy turmushiga qatnashishni, shu orqali o'zlarining zarur bo'lgan siyosiy ta'sirini joriy qildirishni ta'kidlaydi. Ular bilan Louis Farrakhanning tashkiloti o'ttirisida ixtilof mavjud edi. Bir qism islom siyosiy tashkilotlari bilan diniy tashkilotlar bu jihatda texmi aktiv pozitsiya tutib, hammadan muhimi qatnashish, mayli demokratlar partiyasi bo'lsin yoki jumhuriyatchilar partiyasi bo'lsin, muhimi mushxil tuzumning ichiga kirish kerak deb qaraydi. Louis Farrakhanning yangi tanlashi uni texmi jalbkor shaxsga aylantirgan. Uning Amerikaning siyosiy sohasidagi ta'siri yil sari kuchaygan. Uning bu xil ta'siri 1995-yili 10-oyning 16-kuni texmi ro'shan isbotlangan. U kuni Louis Farrakhan million kishini poytaxt Washingtonga yig'ib katta yig'ilish tashkillagan. Bu 1963-yili mashhur ijtimoiy faoliyatchi Nigerlar xalq huquqi harakatining lideri Martin Luther King tashkillagan tarixiy ahamiyatga ega Washingtonga yurish qilish yig'ilishidan buyon tashkillangan katta yig'ilish edi. Yig'ilishda Louis Farrakhan nutq so'zlab Nigerlarning iftixorlik hissiyoti va oila qarashini kuchaytirish ham o'z kuchiga tayinishni murojaat qilgan. U yana Nigerlarning o'z izzat obro'yini saqlashini, g'ururini qo'g'dashini, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ahvolini yaxshilash uchun qonunliq kurash qilishini murojaat qilgan. Bu qitimqi yig'ilish muvaffaqiyatli o'tkazilib, nurg'un kishilarni hayron qoldirgan. Chunki yig'ilishga qatnashuvchilarning soni ko'p bo'lsa-mu chatoq chiqmagan. Kishilar noroziligini tinch yo'l orqali ifodalagan. Ularning ruhiy holati intayin jo'shqin bo'lgan. Kishining diqqatini tortadigan yana bir ish, ularning ko'pinchisi ig'ir besiq ko'rinish uchun kostyum burulki kiyib bantik taqib olgan edi. Bu qitimqi katta yig'ilishning utuqliq bo'lishi Louis Farrakhanning dushmanlarini uningga asta idil qarashga majbur qilgan. Louis Farrakhan ilgari yozgan maqola obzorlarida va so'zlagan nutqlarida katolik dini muridlarining noroziligini qo'zg'aydigan mazmunlarni ifodalab, ko'p talash-tortish paydo qilgan edi. Bo'libmi Yahudi dinini tovan darajalik din deb cho'kirganlik sababidan Yahudilarning g'azabini qo'zg'ab qarshilashishni keltirib chiqargan edi. Amerika hukumati Louis Farrakhanning ta'sirining zo'rayishiga, aniqroq aytganda Amerikada islom dinining ta'sirining kengayishiga ergishib, musulmonlarga tutgan pozitsiyasini o'zgartirishga boshlagan. Ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Clinton shu yildan boshlab Qurbon hayit va Ro'za hayitda butkul Amerikadagi musulmonlarga tabrik xati tarqatgan. Clinton yana Amerika musulmonlarining mashhur zotlarini Oqsaroyga ziyofatga taklif qilgan. Buning bilan Amerika jamiyatining islom diniga tutgan pozitsiyasida ro'shan o'zgarishlar ko'rilgan. Masalan, ilgari Amerikadagi islom institutlari bilan islom dini markazlari hamisha tosh kesaklarning hujumiga uchrab turadi. Ba'zi kishilarning tahdid silib va behurmatlik qilib telefon berishlari doimlik ish edi. Amerika hukumatining pozitsiyasidagi ro'shan o'zgarish Amerika jamiyatidagi bu xil qilmishlarning ko'rinarlik ozayishiga sabab bo'lganning ustiga nurg'un odatdagi amerikaliklarning islom diniga qarata kuchli qiziqishini qo'zg'agan.
islom dinining aqidalari bilan uningga munosabatlik bilimlarni tushunishga intiladigan kishilar ko'paygan. Amerika jamiyatining tadrijiy qabul qilishi jarayonida Amerika musulmonlari bir siyosiy kuch sifatida rol o'ynashga boshlagan. Amerika musulmonlari tajriba saboqlarini yakunlash orqali bara-bara pishib yetilib Amerika qonuni yo'l qo'ygan usullar orqali orzu istaklarini ifodalashga odatlangan. Masalan, Bosniya-Gertsegovina ishga urushi mezgilida Amerikaning har qaysi joylaridagi musulmonlar birlikda keng ko'lamlik namoyish qilib, axloq va haqqoniyat jihatda Bosniya-Gertsegovina musulmonlarini qo'llagan. O'rta Sharq masalasida Amerikaning bir taraflama holda Isroiliyaning siyosatiga yon bosganligiga qarshi turish uchun ular yig'ilish, televiziya munozarasi qatorliq shakllar orqali o'zlarining qarashlarini bayon qilgan. Ular yana o'zlari gazet jurnal nashr qilib, televiziya stansiyalarni qurib, zamonaviy taratqular orqali islom dinining diniy aqidasi, iqtisodiy iddiyasi va siyosiy tashabbuslarini keng ko'lamda tashviq qilgan. Bu orqali ular Amerikada muayyan sondagi musulmonlarga ko'ngil bo'ladiganlar bilan qo'llag'uvchilarni qo'lga keltirib, siyosiyga aralashishning asosini turg'izgan. Amerikadagi musulmonlar ichida qora tillik musulmonlardan boshqa yana har qaysi davlat va rayonlardan kelgan ko'chman musulmonlarning soni va ta'sirimi ko'rinarli oshgan. Bular asosliqi arab davlatlaridan ham Janubiy Osiyodagi allardan Amerikaga kelib o'ltiraqlashib qolgan musulmonlardir. Bularning ichida arab musulmonlarining soni va ta'siri xeyli zo'r. Konservativligimi xeyli kuchli. Konservativ arab musulmonlar go'yo davlat ichidagi davlatda yashayotgandek o'zlarining an'anasining chiriklashib ketmasligini kuchab qo'g'daydi. Ular hatto o'zlarining maktabini ochgan. Boshqa din va madaniyat orqa ko'rinishiga ega qo'shnilaridan o'zini qochirib, islom urf-odatlariga qattiq rioya qilib kelmoqda. Bu aroq ichishni cheklash, yemekliklarni islom usuli bo'yicha tayyorlash, ayollar ro'pash bo'lish qatorliqlarda ifodalanadi. Texmu alohida yeri shuki, ular maktablarda Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasini qattiq tanqidlab so'zlaydi. Jug'rofiya darsida o'qituvchi Amerikada ishlangan xaritadan Isroiliya deyilgan joyni Falastin davlati deb tushuntiradi. Arab musulmonlar o'z davlati, diniy va madaniyat orqa ko'rinishini qo'g'dashni sharaf deb biladi. O'z millati to'plashib o'ltiraqlashgan rayonda turishni, o'z madaniyat muhitining bo'lishini yaxshi ko'radi. Amerika kinolarida arablar obrazining burmalanishiga qarshi turadi. Bu masalada ular xristian diniga e'tiqod qiladigan arablar bilan o'rtaq maydonda turib harakat qiladi. Chunki Amerika tavallikidagi xristian diniga e'tiqod qiladigan arablar bilan islom diniga e'tiqod qiladigan arablarning umumiy soni 4 millionga yetadi. Ular birlashsa, sal chog'lig'ila bo'lmaydigan ijtimoiy ta'sir va iqtisodiy kuch paydo qila oladi. Eng muhimi, bu 4 millionga yaqin arabning 800 mingi saylamda bilet tashlash salohiyatiga ega. Şunu ulanın avam palatasida hem kengash palatasida ma'lum sonda o'rni bor. 1995-yili Amerikada ishlangan kinolarda 168 arab personaj bor bo'lib, buning 148i salbiy personaj ekan. Bu ish arablarning noroziligini qo'zg'agan. Natijada bir maydon norozilik harakati kelib chiqqan. Amerika tavallikidagi arablar bu to'g'riliq mundoq degan. Kino ishliguvchilar Yahudiylar, negerlar, yerliklar va boshqa ozsonliqlar to'pining ko'ngliga ozor berishdan kuchining boricha ehtiyot qiladi. Faqat arablarni terrorchi, shahvoniy, yovuz, to'g'ri yurak yoki razil muttaham, hatto gohida inson qalbidan chiqqan qilib tasvirlaydi. Kamsitilishni tugutib hurmatga erishishning yo'li ozdir ko'pdir huquqqa erishish. Shunga avam palatasi va kengash palatalarida ko'p o'ringa erishishimiz kerak.
yana bir jihatdan yuqori qatlamda ta'sirimizni oshirish uchun sarxillashishga kuchishimiz lozim. Amerikadagi arablarning ichida ta'siri eng zo'r shaxs Edvard Said hisoblanadi. U Amerikada emas, bugungi dunyodagi zo'r ta'sir kuchga ega adabiyot va madaniyat obzorchisi. Edvard Said 1935-yili Palestindagi mashhur shahar Yerusalimda tug'ilgan. Edvard Said maktab yoshiga yetgan zamonlarda Palestin Angliyaning boshqarishida, Misr Angliyaning homiyligida edi. Shu sababdan u Misrning Qohira shahridagi g'arbcha maktabda o'qigan. 1950-yili Amerikaga o'qishga chiqib, o'rta maktabda o'qigan. Keyin Princeton universitetida o'qib bakalavr bo'lgan. Uningdan keyin Harvard universitetida o'qib magister ham doktor bo'lgan. 1963-yili Amerika Kolumbiya universitetida professor bo'lgan. Edvard Saidning ziyolilarga xos ro'shan xosligi qarashlarini botirona pozitsiya bilan o'ttirg'a qo'yib, mustaqil ma'naviy dunyosini namoyon qila olganligida ko'riladi. Amerikada yashash jarayonida u izchil holda o'zini g'oyamni o'zgartish orqali o'zimni ularga yaramliq odam qilib qo'ymasligim lozim deb ogohlantirib turgan, ham o'zining falastinlik arab amerikalik puhra institut arbobi ekanligidan iborat uch xil salohiyatini ziddiyatlashtirib qo'ymay moslashtirib yashashga tirishgan. Bu to'g'riliq u mundoq yozgan: "Men azaldan uduq-buduq deb xoli xuddi yashashga unamay keldim, yoki o'zimda bek ahmoqona qiliqlarning saqlanishiga yo'l qo'ymay keldim. Aniqini aytganda e'tiqod o'zgartishga va har qanday shakldagi siyosiy ilohlarga ishonishga qarshi turib keldim. Ziyolilarga nisbatan aytganda qizg'in oralashish, xavfga tavakkul qilish, ochiq oshkora o'ttirg'i chiqish, prinsip bas munoziralarga o'zini atash va o'ziga ziyon yetish ehtimoli bo'lgan ishlarga qatnashish qatorliqlar bek muhimdir. Kasb egalari bilan ishdan sirt ziyolilarning farqi shu yerdaki, kasb egalari maxsus kasbning o'lchami bo'yicha o'zlarini betaraf deb e'lon qilishidi, ham obyektiv qiyofatga kirib oladi. İşten sırt ziyolilar bo'lsa mukofotlarga navbatdagi kasbiy planlarning amalga oshishiga berilib ketmay, jamoat bo'shliqidagi qarash va qimmatlarga o'zini beg'ishlaydi. Edvard Said o'zining milliy kimligi va ijtimoiy burchi masalasida ziyolilar to'g'risida degan asrida teg'imi ro'shan holda mundoq yozgan: "Vakillik huquqingizga erishishingiz, milliyligingizni saqlashingiz, yana bir tarafdan bu narsalar reallik bilan bog'lanmasa, ya'ni men ta'kidlayotgan ozodlik bilan bog'lanmasa, uningga qarshi turish kerak" degan. U Falastin masalasi to'g'risida maxsus asar yozib arablar uchun so'zlagan. U bu masalada boshqalardan farqli yo'l tutgan. U falastinliklar Isroiliyani e'tirof qilishni qat'iy rad qilib turgan sharoitda botirlik bilan o'ttirg'i chiqib Isroiliyani e'tirof qilishni hamda tinchlik suhbati ep berishni tashabbus qilgan. Ammo Fatahning dahisi Arafat, Amerika prezidenti Clinton va Iordaniya podshohi Husaynning yarashtirishi bilan 1993-yili 9-oyning 13-kuni Isroiliya bilan Oslo kelishimini imzolab Isroiliyani e'tirof qilganda, Edvard Said kelishimda taslimchilik mazmuni va falastinliklarning tarixiy va hozirgi ahvoli nazarga ilinmagan, Falastin xalqining huquq manfaatiga satqinlik qilingan deb qarab bu kelishimni qattiq so'kkan. Yasir Arafat bilan munosabatini uzgan. Edvard Saidning ziyolilar to'g'risida degan asrida ifodalagan qarashi shuki, haqiqiy ziyoli millatchi emas, u ma'lum guruh yoki ma'lum millatga mansub emas, balki butkul insoniyatga mansub bo'lishi kerak.
Ziyolilar dunyovizmchi bo'lib, u tar guruh manfaatidan xalqib hamma tengsizlikka va daraja tuzumiga qarshi turadi. Ziyolilar huquqqa nisbatan rost gap qilishi lozim. Edvard Said tig'imi aniq qilib, ziyolilar zodi kimga, nimaga vakillik qiladi deb savol qo'yib, bu savolga meningcha ziyolilar shubhasiz holda ojizlarga, vakilsizlarga mansub bo'lishi kerak deb javob bergan. Edvard Saidning dunyoviy haqqoniyat va Falastin ishlari uchun so'zlash jihatdagi salohiyati uning ilmiy utuqlari orqali qo'lga keltirgan shuhrati bilan munosabatlik. Uning 1969-yildan 1981-yilgacha oliy maktablarda so'zlagan 12 leksiyasidan tarkib topgan Dunyo asar obzorchi degan kitobi va ziyolilar to'g'risida Falastin masalasi, madaniyat va jahongirlik, İslamiyet to'g'risidagi xabarlar qatorliq kitoblari zo'r bas munozara qo'zg'agan va qizg'in qarshi ilingan kitoblardir. Bo'libmi 1978-yili nashr qilingan Sharqshunoslik nomli kitobi dunyo ilm sohasida mislsiz shuhrat qozonib, Edvard Saidning 20-asrdagi ta'sir kuchi zo'r mutafakkurlar qatoriga qo'shgan. Shuningdan keyin har qaysi Allohning ilm sohalari bu kitobni orqa-orqadan tarjima qilgan. Chunki bu kitob madaniyat tadqiqoti va keyingi mustamlika obzorchiligiga muhim ta'sir ko'rsatib, keyingi mustamlika obzorchiligining klassik asri bo'lib qolgan. Edvard Said sharqchilik, madaniyat mustamlikasi, madaniyatning shalg'utlashtirilishi qatorliq temalar bir mahal ilmiy qiziq tema bo'lib qolgan. Edvard Saidning bu kitobida ifodalangan ro'shan bir xoslik g'arb jahongirligining hozirgi zamon xarakteridagi tarixini fosh qilib o'tganligidir. Albatta g'arbning madaniyat mustamlikchiligi haqidagi qarashlar va tanqidni Edvard Saiddan boshlangan degili bo'lmaydi. Ammo u sharqshunoslik degan bu kitobi orqali bu temani xalqaro qiziq temaga aylantirib o'tgan. Qisqasi Edvard Saidning Sharqshunoslik nomli asri uningga etgan obro'y inobat uni bilimi mo'l, fikri o'tkir, axloqiy jasorati va haqqoniyat tuyg'usi kuchli ziyoli sifatida xalqi olamga tanitgan. Shuning bilan uning islomiyat dunyosi va Falastin masalasidagi sadosimi yiroq-yiroqlarga anglangan. U kuchli g'arb davlatlari bo'libmi Amerika bilan islom davlatlari o'ttirisidagi murakkab munosabat to'g'risida dadillik bilan o'ttiriga chiqib mundaq ikki turlik prinsipni o'ttiriga qo'ygan. Biri kuchli g'arb davlatlari islomiyatga qarata mustamlikchilik davriga xos tonishidan voz kechib, barobar zo'rlashdan, ustunlik tuyg'usidan mustasno muomala qilishi, yana biri har qancha yiroq va yot davlat bo'lishidan qat'iy nazar inson yashaydigan bu Allah haqidagi tushunishni cho'nqurlashtirib, shu asosda o'zini o'zgalarni bilishni ishga oshirish lozim. Edvard Said garchi o'zini adabiyot va madaniyat jihatda konservativ bir taraflama deb atagan bo'lsa-mu, ammo bo'lgan siri adabiyot, siyosiy, madaniyat orasidagi intayin murakkab munosabatni analiz qilgan. Uning asarlarida bu xil analiz asosligi 3 xil shaklda qo'llanilgan. Birinchi, uning ikki parcha muhim asari bo'lgan sharqshunoslik bilan madaniyat va jahongirlikda Sharq bilan G'arbning munosabati mustamlika va keyingi mustamlikachilik konteksti asosida tekshirilgan. Ikkinchi, u O'rta Sharqdagi Falastin rayoni va falastinliklarning alohida ahvoliga bevosita ko'ngil bo'lgan, ham arab islom dunyosi bilan G'arbning munosabatiga ko'ngil bo'lgan. Uchinchi, u nurg'un vaqt va zehn sarf qilib bugungi dunyodagi ziyolilarning roli va mas'uliyatini bayon qilgan. Edvard Said 1990-yillarda o'ttiriga chiqqan madaniyatlar to'qinishi nazariyasining qudrat qo'laqi va Amerika siyosiyasining kun sayin bir taraflamalashib, xalqaro jamoat fikrini xato yo'nalishga burab ketayotganligini ko'rib,
ziyolilarga xos sagaklik bilan o'ttirg'i chiqib, İslamiyetni sun'iy holda zo'mu-zo diniy radikalizm bilan diniy asliyatchilik bilan chetib, İslamiyetni alvastilashtirishga qat'iy qarshi turadigan fikrlarni o'ttirg'i qo'ygan. U aniq qilib, qarshi tarafni alvastilashtirish hargizmi yaxshi siyosiy asos emas. Hozir teg'imi shundoq. Chunki ko'rilayotgan terrorlik harakatlarning manbasi adolatsizlik. Biz harakatning mohiyatini surishtirib, terrorchilarni tayanchsiz qoldirishimiz, adabini berishimiz, dastaklaridan mahrum qilishimiz kerak. Buning uchun sabr, toqat va tarbiya so'rur. Bu xil tanlash har qanday shakldagi zo'ravonlik va zulmdan mutlaq afzal deb o'ttirg'i qo'ygan. 11-sentabr vaqasi yuz berganda u o'zining yuz bergan hodisining kaynidagi mohiyatni surishtiradigan mutafakkurona pozitsiyasi bilan o'ttirg'i chiqib, bu qitimqi voqeaning muhim sabablarining biri İslam dünyasının Amerika'nın İsrailiya bilan Falastin munosabatida azaldan İsrailiyaga yon besib kelganligiga bo'lgan noroziligi deb ko'rsatgan. Dunyoviy shuhratga ega bu mutafakkur 2003-yili 68 yoshida qazo qilgan bo'lsa-mu, ammo uning ta'siri kun sari eshib bormoqda. Uning asarlari Xanzu til yoziqiga to'liq tarjima qilinib nashr qilindi. Amerika ziyolilari degan kitobning avtori Chin An Edward Saidni dunyo ziyolilarining vijdoni deb ta'riflagan. U haqiqatan haqqoniyat ruhi kuchli ziyoli hisoblanadi. Edward Said garchi xristian diniga e'tiqod qiladigan arab bo'lsa-mu, lekin islom dini madaniyatini himoya qilish jihatda unutilg'isiz xizmatlarni ishlagan mutafakkur. Şunu onu Amerikalik Arap musulmonlar o'zining sharafi hisoblaydi. 2001-yili yuz bergan 11-sentabr vaqasi sababidan G'arb bilan islom dunyosi orasida qarshilish bir mazgil yuqori to'lqinga chiqqan. Bu chaqda Amerikadagi musulmonlar mislsiz besimga duch kelgan. Odatdagi Amerikaliklarning nazarida musulmonlar go'yo dushmandek ko'rinadigan bo'lib qolgan. Amerikadagi musulmonlar irqiy omil, milliy kimlik va madaniyat farqi sababidan nurg'un o'xshashmagan to'plarga ayrilgan. Shuning bilan birga dinga bo'lgan e'tiqodiy jihatdan radikallik, konservativlik va liberallik farqiga asosan o'xshash bo'lmagan to'plarga ayrilgan. Buni 2010-yili o'tkazilgan Amerika go'zalini tanlash ko'rakida ifodalagan pozitsiyadan ma'lum darajada his qilib olib bo'ladi. Bu qitimqi ko'rakda Livanda Shia oilasida tug'ilib Amerikada cho'ng bo'lgan musulmon qiz Rima faqih raqobatchilarini yengib Amerika go'zali bo'lib tanlangan. Michigan shtatining arablar eng ko'p o'ltiraqlashgan shahri Ziborinda yashaydigan Rima faqihning bu g'alabasi Amerikani vatan deb biladigan millionlagan musulmonlarni ruhlantirgan. Shuning bilan birga go'zal tanlash musobaqasini sharm hayosiz tadbir deb qaraydigan bir qism musulmonlar Rima faqihning yalang'och tegudek tushgan suratlarini tanqid qilib, uning g'alabasini islomni oyoq osti qilganlik deb ayiblagan. Uning g'alabasiga havas qilguvchilarning nazarida Rima faqih nazokatligi bilan boshqa go'zallardan farqlanib turadi ekan. Amerika ovozi Rima faqihni ziyorat qilganda, u men Amerika bo'yicha arablar eng ko'p yashaydigan Ziborin shahrida o'zimni go'yo Livanda turgandek his qilaman degan. U yana o'zini men bir liberal musulmon deb sifatlagan. Biroq konservativ musulmonlar Rima faqihni musulmon deb atashga qarshi turgan. Ular u ko'rak jarayonida ich kiyim kiyib chiqqachqa uni haqiqiy musulmonning obrazini o'zida mujassamlashtirgan degila bo'lmaydi. Ba'zilar uni musulmonlarga namuna qilib ko'rsatishga harakat qilyotdi. Buni tushungila bo'lmaydi. Tushunishga bo'ladigan yeri shuki, u hargizmi namuna emas degan. Mo'tadil musulmonlar bo'lsa Rima faqihning g'alabasini ziborinliklar uchun katta voqea deb hisoblagan.
Hatto ba'zilar bu ish arablarning 11-sentabr voqeasidan keyingi ziyonga uchragan obrazini tiklashga foydali deb qaragan. Radikal musulmonlarning Rima faqihda qizlar ayollarga qanday muomala qiladiganligi demisimi tushunishlik. 11-sentabr voqeasini diniy dushmanlikni kuchaytirishning tarixiy fursati deb bilgan ba'zi siyosiyonlarning ig'vogarchilik tusidagi nutqlari, bir qism qoriniyat mutafakkurlarning qudratquluq tusidagi maqola obzorlari o'xshash bo'lmagan dillar va madaniyatlarga mansub kishilarni bir-biriga dushmanlik, gumonsirash nazarida qaraydigan yo'nalishga boshlagan. Madaniyatlar to'qinishi qarashi bir mazgil toza kuchaygan. Lekin hayajon, asabiylik mazgili o'tib ketgandan keyin kishilar masalalarga yengilboshdan nazar selishga boshlagan. Ko'plagan kishilar o'xshashmagan din va madaniyatlar o'zaro hurmatlash, tushunish asosida bilim mavjud bo'lib turishning eng to'g'ri tanlash ekanligini tonib yetishgan. Amerika jamiyatidagi islom diniga qarshi kayfiyat bara-bara pasaygan. Amerikaliklar islom dinining oila qarashining kuchlikligini, nikohga jiddiy muomala qiladiganligini, zaharlik chekimlikka qarshi turadiganligini, kishining haqqiga ziyoda hurmat qiladiganligini, barobarlik va odillikni ta'kidlaydiganligini, o'xshash jinsliklar muhabbatiga yo'l qo'ymaydiganligini, ittifoqlikni tashabbus qiladiganligini tushunib yetgan. Bu navbatda Amerika jamiyatida ko'rinarli ko'payib ketayotgan nikohsiz billa o'tish, haromdan bola tepish, o'xshash jinsliklar to'y qilishni da'vo qilish, zaharlik chekimlik chekish, zo'ravonlik qilmishlari kuchayib ketish qatorliq kishilarni andishaga selayotgan masalalarga selishtirganda aktiv ahvol bo'lib tuyulgan. Buning bilan ko'plagan amerikaliklar islom dinining ideyasiga astoydil muomala qilishga, yot notonish his qiladigan bu dinni tushunishga yuzlangan. Masalalarga obyektiv mavqeda turib qaraydigan ilg'or ideyaga ega mutafakkurlar ham siyosiyonlar Amerikaning kelgusi bilan islom dinining kelajagining zich bog'lanishliq ekanligini ta'kidlashgan. Hozirgi ahvol shuki, Amerikadagi musulmonlarning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi borgan sari eshib, diniy an'anasi zo'r darajada kuchaygan. Ular Amerika noposi ichida egilagan nisbatining zo'rayib, xristian dinidilla keyin turadigan ikkinchi cho'ng din bo'lib qolgandan keyingi ijtimoiy mas'uliyati ustida astoydil o'ylanishga kirishgan. Ular cho'qim Amerikaning siyosiy turmushiga teg'imi aktiv ko'ngil bo'lib va qatnashib, o'xshash bo'lmagan e'tiqod va irqdagi kishilar bilan tushunish hosil qilish va aloqa bog'lash jihatda tegishli rol o'ynash irodasiga kelgan. Lekin islom diniga dushmanlik va ishonmaslik maydonida turib qaraydigan bir qism kishilar islom tahdidi nazariyasini ko'tarib chiqib dunyo jamoatchiligiga, bo'libmi xristian dunyosiga musulmonlarni xavf his qildirish harakati bilan shug'ullanib, Amerikadagi musulmonlarning aktiv pozitsiya bilan Amerika jamiyatining taraqqiyot musofasiga qatnashish yo'liga to'salg'i paydo qilishga uringan. Ularning islom tahdidi nazariyasining asoslangan muhim asoslaridan biri İslamiyet dunyosidagi islom uyg'onish harakati davomida ko'rilayotgan bir qism ekstremizmchi unsurlarning chekdan oshgan harakat va tashabbuslari bilan munosabatlik bo'lsa, yana biri musulmonlar noposining dunyo miqyosida bo'libmi xristian davlatlarida tez ko'payayotganligi bilan munosabatlik. Ular hozir dunyoda 1 milliard 300 million musulmon bor. Bu dunyo noposining 5dan birini egallaydi. Rossiyada hozir yiliga 600 mingdan 900 minggacha nopos aziyotidi. Nopusning aziyishi Rossiyaning millat tarkibiga ta'sir ko'rsatmoqda. Hozir Rossiyada musulmonlar umumiy nopusning 12%dan 18%gacha bo'lgan nisbatni egallaydi. Musulmonlar ko'payish holatida turibdi. Mushundaq ketaversa, mushu asrning o'ttirlariga borganda Rossiyadagi musulmonlar butkul mamlakat noposining 4dan 1 qismini egallaydi. Yevropada hozir 23 million musulmon bor. Ko'chmanlarning ko'payishiga ergishib ular borgan sira ko'paymoqda. Fransiyada 6 million, Germaniyada 3,5 million, Angliyada 2 million, Italiyada 1 million musulmon bor.
Bular u davlatlarda xristian diniga yot madaniyatni umumlashtirmoqda deb qaragan. Mushundoq vahima paydo qiladigan nazariyalarning passiv ta'siri odatdagi kishilarni islom diniga va musulmonlarga dushmanlik bilan qaraydigan qilib etgan. Madaniyatlar to'qinishi nazariyasining qora ko'langusi jamiyatda yanada o'zining passiv ta'sirini yo'qotmay kelgan. Shu sababdan g'arb musulmonlari orasida "Mening ismim Xon" degan kinoning oxiridagi "Mening ismim Xon, men terrorchi emas" degan so'z moda bo'lgan. Bu so'z o'z navbatida yana g'arb dunyosidagi musulmonlarning o'rtaq sadosi bo'lib qolgan. İslam dünyasıga o'chmanlik hissiyoti bilan muomala qilishda tong chiqargan Bush hukumatiga selishtirganda, hozir hokimiyat yurgizayotgan Obama hukumati g'arb dunyosi bilan islomiyat dunyosi o'ttirisidagi madaniyatlar to'qinishini pasaytish jihatda bir qadar aktiv siyosat yurgizmoqda. Qisqasi, har navbatlik Amerika hukumatining qandoq siyosat yurgizishi va o'xshashmagan guruhdagi siyosiyon ham mutafakkurlarning qandoq qarashlarni tashabbus qilishidan qat'iy nazar, Amerika musulmonlari Amerika jamiyatining muhim a'zolari, iqtisod, siyosiy, madaniyat sohasidagi aktiv kuch sifatida izchil olg'a ilgarilamoqda. 2011 yili 8 oyda yozildi.